e'lonning jini e'londa emas. Ya'ni mush e'lonchilik kasbidagi eng yadroliq masala e'lon sohasida emas. Bu nima degan gap? Endi bu temaning o'tirg'i chiqishida yaqindan beri men mandaq bir masalani o'ylayapman. Mush yangi taratquv shakli bilan an'anaviy taratquv shakllari. Masalan, to'rdagi yangi taratqulardagi e'lonlar. Mal bag'an siri ustunlikni egallab ketib bordi. İkincisi an'anaviy shakl, masalan, aerodrom deymiz, binolar deymiz, avtobus bekatlari degandek yoki jurnal gazet degandek. Mandaq e'lonlarninki davri xuddi o'tib ketayotgandek, ko'ni bo'lib qolayotgandek, televizor degandek. Shuning bilan an'anaviy mushu e'lon shakllari zodi zamondan qoldi. Mushu yangi taratqularninki e'loni butunlay ustunlikni egallab ketamdi. Mening yaqindan beri o'ylayotgan masalam ma'u. Ben ko'p o'ylandim. Bir jihatdan haqiqatan yangi taratquning e'lonlari ustunlikni egallab ketayotganligi rost. Bu reallik. Ham bu salmoq bag'an siri eshib ketyapti. Darvaqa ilgirki vaqtlardagidek, masalan, markaziy televiziya stansiyasida bergan e'lonlar, oltin vaqtdagi e'lonlar o chaqda favqulodda bir qimmat bo'lib ketgan. U 10-20 yillarning oldidagi ishlar. Hamda o rivoyatlar hozir o'tib ketdi. Hozir kishilar unchalik pul xashlab e'lon bermaydi. Ondan do'yin qatorliq yangi taratqulardagi e'lon bag'an siri ustunlikni egallab ketdi. Hamda mishada bir cho'ng uqum bor. Tayyanshi guangao deydigan, quyosh shakilli, quyoshga o'xshash, butun zaminni qoplaydigan mandaq e'lon. Bu ilgirki televizor yoki an'anaviy taratquni asos qilgan butkul jamiyatni qoplaydigan mandaq e'lon. Bu e'lonning alayidligi buningga jiq pul ketadi. Yana birisi butkul jamiyatning hamma yerini qoplaydi. Hamda yana bir ammo yangi taratquning gapi bo'yicha aytgan chaqda uning bir qismi bu pul uchib ketadi. Ya'ni hamma yerini qoplagandan keyin sizningki lozimliq iste'molchi obyektingizmi ko'radi, munosibatsiz odammi ko'radi. Bu an'anaviy taratquninki bir alayidligi ham navbatdagi tanqidga uchrayotgan bir kamchiligi. Yani siz bu e'longa xashlagan pulingizning bir qismi uchib ketadi. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqa qilishing. Hamda bu yangi taratquga kirgandan keyin bag'an siri unumlik e'lon bo'lyapti-da. Do'yildi bo'lsin, hatto pul xashlasangizmi, nechilik odam chekdi, nechilik odam tushadi, nechilik odam setib oldi. Bular qarta maxsus unumlik hisobot qilib bo'lgan bo'ldi. Shuning bilan bu e'lonchilik kasbimi qadam-qadam taraqqiy qilyapti. Hamda müşahede men hamda ayrim sorularda deganimda haqiqatan an'anaviy taratqular nihoyat bak ajizlab ketdi. Eng muhimi bir qism pul uchib ketdi. Shuning bilan mushu tema o'tirib chiqdi. Zodi mush an'anaviy taratqular butunlay zamondan qolamdi. Men necha qitim o'ylab ko'p o'ylanib qarsam zamondan qolmaydi. Chunki yangi taratquv olsun, an'anaviy taratqular olsun, jamiyatdagi umumiy e'longa bo'lgan ehtiyoj mangu tugmaydi. An'anaviy taratqular albatta kichiklaydi. Yoki an'anaviy shakldagi e'lon tafakkuri bag'an siri kichik salmoqni egallaydi. Lekin an'anaviy taratqularning o'rni yana yo'qolib ketmaydi. Chunki bu yerda bir situation deydigan bir narsa bor. Situation degan gap bu hamma yerda bor emas, bir yerda bor. Masalan, bir shaharda birli aerodrom bor. Aerodromning ma'lum bir temi var. Bu cheksiz ko'p emas. Mushu yerdan o'tgan odam cho'qim ko'rdi. Bu boshqa yerda yo'q. Ham mushu yerdan o'tgan odamlarningki kirim qurilmasi. Bu nisbatan yuqori bo'ladi. Bunda olgandan keyin mushu yerda situation degan bir alaylik bor. Ondan jurnal deymiz, avtobus bekatlari. Bu jamiyatda hamma odam ko'ra oladigan bir o'rin, ammo hamma yerda yo'q. Cho'ng savdo saroylarining e'lonlari. Bu narsalar yo'qolib ketmaydi. Lekin bular bag'an siri azallaydi. Azallamasa amal yo'q. Chunki ma yangi taratquning unumi bag'an siri eshib ketayotgandan keyin bular cho'qim azallaydi, o'zining xizmatini texmi a'lolashtiradi. Bular yangi taratqudan cho'qim o'ginadi. Masalan, buni bir qitimliq ko'rish harakatiga aylantirib olmay, davomliq masalan, arvimani ichkilik kodni qo'yib qo'ydigan, kishilar skanerlash orqali davomliq bu yerda aloqa bo'ladigan degandek, ilgirki ma e'lonning unumsiz holatini nisbatan unumli holatga o'zgartish, unumini oshirish, qitim sonini ko'paytirish,
qatarlıq mavi yeni taratquning tafakkuri bag'ansiri ko'ni taratquga singidi. Bu muqarrar yuz berdi. Lekin yo'qolib ketmaydi. Ko'ni taratqu yo'qolib ketmaydi. Hamda yeni taratquga kelsak, albatta uning unumi nihoyat tez. Hamma yerda telefonni ochsa bir odamning ko'ziga chiliqadi. Bu uning ortiqchiligi. Lekin buninglik bilan yeni taratqu cheksiz yo'g'inab, ko'ni taratqularning o'rni yo'qolib ketmaydi.